Bir kishini uyiga bordimda dam solishga. Uylar haqiqatan qasr. Shu dam solib bo'lgandan keyin o'tirib, suhbat qilib gapirib beryapti-da shu yigit. Domla deydi, dunyo bilan o'lchapman odamlarni, davlat bilan, mansab bilan, obro'y bilan mensimay qo'yibman deydi. Qo'shnilarimni mensimay qo'ydim deydi. Do'stlarimni odam o'rnida ko'rmay qo'ydim deydi. Shu insonlar bozorlarim bor deydi. Savdo yurgizadigan korxonalarim bor deydi. Dori sotadigan aptekalarim bor deydi. Xullas kalom dunyom ko'p deydi-da. O'zim to'q, o'zim sho'x. Kerak bo'lsa qo'l salomlashsa salomiga alik olmaydigan darajaga bordim deydi. Tengi bilan, tezak qopi bilan degan maqolni bilardim deydi. Xudo manmanlikka zavol deydi u. Manmanlik qilib zavol qilib qo'yibman deydi. Allohdan boshqa yalinguvchim yo'q ekanligini bilib qoldim deydi. Allah Taala bir dert berdi, kasallik berdi, uni davosi yo'q ekan deydi. Dünyam kessin deb ancha joyga borib ko'rinyapman, hozirgi kungacha ko'rinyapman deydi-da. Mana shuni bir burda bo'lib qolgan bu. Lekin hozir afsus qilyapman. Afsus qilyapman, tavba qilyapman deydi. Üstüden kulib yurgan qo'shnilarim kirib ko'ryapti deydi. Yatibman qo'shni, holingiz qalay, yaxshi bo'lib qoling desa yig'layapman deydi. Vaqtida men ularning ustidan kulgan edim. Do'stlarim kelib ko'ryapti deydi. Do'stim, yaxshi bo'lib ketasan hali, oyoqqa turib ketasan desa, men ularga rahmatni qanday aytaman deydi. Vaqtida salomiga alik olmagan do'stlarim, vaqtida qo'shnima suv tomizmagan qo'shnilarim kelib ko'ryapti deydi-da. Bu o'lganning ustiga tepgandek bo'lyapti deydi. Tavba qilib yig'layapman, tavba qilib Allah, dunyom hozir ham bor, biroq foydasi yo'q. Sefim to'la pul, biroq sog'lig'im yo'q. Darmonim yo'q, kuchim yo'q, quvvatim yo'q. Dunyodan o'tishligimni bilyapman deydi-da. Lekin men nima qildim yaxshilik qilib? Qaysi do'stima yaxshilik qildim? Qaysi qo'shni aka-ukama yaxshilik qildim? Ertapoq etib dunyodan ketaman, aç suyimni o'tkazadi. Biroq Allohning oldiga borganda nima deb javob beraman deb yig'laydi-da. Qo'ying, yaxshiyam hali tavba eshiklari ochiq ekan. Tavbaga keldingiz, tazarruga keldingiz, Allohdan kechirim so'rayapsiz. Ana shu yomonlagan, kamsitgan odamlaringizdan kechirim so'rab qo'ying. Allah o'zi kechirguvchi dedim-da. Dunyo bizlarni baxtga, omadga olib kelmaydi. O'ylab yotibman, shunday mensimagan nachar qo'shnilarim soppasoq. Qo'shni holingiz qalay deb bir kasa ovqat chiqmasa ham tepamda turibdi. Do'stlarim soppasoq, nega shuncha dunyom bo'lsa ham men kasalman deb Allohdan tavba qilib yig'layapman-da. Allohdan boylik so'rang, biroq uni mehr, muhabbatini so'ramang. Chenchagingizda dollarlar ko'p bo'lsin, biroq mehringiz bo'lmasin unga. Kambag'al bilan kambag'alcha gaplashing, boy bilan boycha gaplashing. Qo'ni-qo'shni bilan qo'ni-qo'shnichalik gaplashing-da. Bu dunyo o'tar, ketar. Bizdan ne qolar? Dunyoni oldim olib kelib qo'yib, tilloni olib kelib qo'yib, barini qo'ying, menga sog'lik kerak deb turibdi-da shu inson. Sog'likni qadriga yeting. İnsonni qadriga yeting. Urushib, so'kib, ustidan kulganlarim hol ahvol so'rab turibdi deydi. Kimga aytaman dardimni deydi-da. Shuning uchun tavba qilinglar, yaxshilar, boylar. Ozgina pul topib o'zini bilmaydigan biznesmenlar. Ozgina dunyo topib qo'ni-qo'shnisini mensimayotganlar. Uy solib, tom solib, qo'shnisini urushib, janjallashib, manmanlik qilayotganlar, aka-ukasiga bormayotganlar.
Kuda enteçilik kılmayatkenler, minsinme yürgenler, erta haliniz şu mendey bulmasın deb aytapman deb, şu insan bir suhbatda aytingchi degansin aytapman da. Allah Taala hammamizga to'g'ri yo'lni bersin. İşlaylik, mehnat qilaylik, sog'lig'ini bersin Allah. Ömürni bersin, yaxshi amallarni qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.